Hanzhoudan Yivuga, Hanzhoudan Keqiao shaharlariga bepul yetib olishni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Hurmatli Xitoyga kelayotgan tadbirkorlar, siz uchun ajoyib yangilik qildik. Xabaringiz bor, Toshkent, Hanzhou, Toshkent yo'nalishi bo'yicha haftasiga 2 marta reys qo'yilgan va bilamiz, Hanzhouga boradigan ko'pdan ko'p tadbirkorlarimiz asosiy manzili bu ikkita. Bu ham bo'lsa Yivu shahri va Shaoxing Keqiao, ya'ni materiallarga ixtisoslashgan shahar. Aynan biz mana shu talabni hisobga olgan holda jamoamiz bilan birgalikda siz aziz Xitoyga keladigan tadbirkorlarimizni Hanzhou aeroportida kutib olib, Yivu hamda Keqiaoga bepul yetkazib qo'yish uchun jamoa tashkil qildik va avtomobillarni hozirlab qo'ydik. Agar siz yaqin orada Xitoyga bormoqchi bo'lsangiz va aynan Hanzhouga qo'nib Yivuga yoki Keqiao shaharlariga bormoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni izohlar sahifasiga plus belgisini qoldiring va biz sizlar bilan bog'lanamiz. Xitoyga safaringiz bexatar bo'lsin.